Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Lazerli rotatsion nivellerlarimiz haqida ma'lumot berib o'taman. Kubus modeli 100 metrlik gorizontal vertikal naklonli syomka qiladi. O'ngga, chapga 100 metr, distansiya umumiy 200 metrlik ishlaydi. Bundan tashqari keyingi modelimiz quadro modeli. Bu 200 metrlik, o'ngga 200, chapga 200, umumiy 400 metrda ishlaydi. Gorizontal vertikal naklonli ishlaydi. Ko'rib turishingiz mumkin. Mana bu IP darajali ham juda ham yuqori, yiqilib ketsa ham, misol uchun bunga hech narsa qilmaydi, juda mustahkam. Bu ham ishlangan. Eng ko'p sotilayotgan modellarimizdan Kubus modelini ikkinchi versiyasi. Bu 200 metrlik gorizontal vertikal naklonli ishlaydigan. O'ngga chapga 200 dan 400 metr umumiy. Xohlasanglar bu variantni olishingiz mumkin, xohlasanglar 200 ga bu variantni olishingiz mumkin. Demak, keyingisi 3D lazerimiz X3 modeli. Bu 60 metrlik hisoblanadi. Undan tashqari keyingi modelimiz bu 400 metr katta metrliklar. O'ngga chapga 400 metrdan umumiy 800 metrda gorizontal vertikal naklonli ishlaydi. Lazer aylantirish tezligi 800 gacha chiqadi. Bluetooth ko'rib turibsizlar. Bu o'sha lazerlarimizni hammasini elektronli o'sha telefon orqali ham boshqarsanglar bo'ladi. O'zini pulti ham bor, priyomniklari bor. Bundan tashqari navbatdagi 400 metrlik lazerimiz Quadro One Touch modeli. Bu ham o'ngga 400, chapga 400, umumiy 800 metr diametrda ishlaydi. Bu ham gorizontal vertikal naklonli syomka qiladi. Ko'rishingiz mumkin, hammasi gorizontal vertikal naklonli syomka qiladigan budjetli narxlarda qilib beramiz. Maksimalni kelishtirilgan chiroyli narxlarda qilib beramiz. Ofisga kelib, ko'rib, ishlatib, bemalol tekshirib olishingiz mumkin. Sifatiga javob beramiz. Haqiqiy Germaniya sifatidagi rotatsion nivellerlar.